Erkak kishidan qon chiqishi kerak. Ayollarda misol uchun qanaqadir yo'l bilan u qon to'planib chiqib ketadi. Lekin erkak kishida oldin tarixda jang qilishgan, qanaqadir jarohatlar olgan, qon chiqib turgan. Lekin hozirgi paytda bunaqa jarohatlar yo'qligi hisobida bizdan qon chiqmay qo'ygan, shuni hisobiga hijama olib yurish kerak deyishadi menga. Bu nechog'lik to'g'ri? Bunga fikringiz qanaqa? Gapingiz to'g'ri. Hijoma o'zi asl oldindan qadimiy bir usul bo'ladi. Erkak kishiga juda kerakli narsa. Nimaga desangiz, hozirgi paytda yoshlarda harakat, birinchidan harakat kam, ikkinchidan telefon yoki shunga o'xshash narsalarga miya berilish ketib qolgan. Tabiat bilan aloqa uzilgan. Birinchi bo'lib, tabiat bilan jismoniy mehnatdan cheklanadigan. Odamlarda hijama qilishga sabab bo'ladigan 3 ta top sababni aytib bering. Birinchisi, immunitetni oshiradi. Ikkinchisi, qon aylashini yaxshilaydi. Uchinchisi, jinsiy zaiflik va bepushtlikda juda yaxshi samara beradi. Hijamani qancha vaqt oralig'ida qilgan ma'qul? Misol uchun 1 oyda bir martami, 2 oyda bir martami? Qanaqa uni qilinish tartibi? Meni o'zim yo'nalishimda bitta qilinganda polniy kurs 3 kurs olinadi. Davomiyligi 3 kundan oraliq bo'ladi. Umumiy kursga 10 kun vaqt ketadi. Har 6 oyda bir qilib turilish tavsiya qilinadi. Sog'liq uchun, profilaktika uchun 3 kursdan keyin 2 oy, 3 oyda bir kelib, bir kurs olib, yana 2 oy, 3 oyda bir kurs olib qilinsa bo'laveradi.